Karis qaynonam har kuni ishdan uyga kelishigayoq 19 oyli nevaralariga har xil sho'rva qilishdan boshlaydilar. Shuning uchun karis qaynonam o'g'limga ovqat qilib bersalar, men esa karis qaynonamga ovqat zakaz qilib beraman. Bugun nima yeyishni xohlaysiz desam, qovurilgan tovuq bilan pivo ichkim kelyapti degandilar. Shuning uchun qovurilgan tovuq zakaz qildim. Bu tovuqning ichida даже tokbokki ham bor ekan. Koreyada qovurilgan tovuqni shunaqa shirin marinovka qilingan trup bilan birga yeyishadi. Qovurilgan tovuqni men qalampir va mayonezdan tayyorlangan sous bilan yeyishni yaxshi ko'raman. Biz tinchgina ovqatlanishimiz uchun sovuga nimadir qo'liga ushlatib qo'yishimiz kerak. Shu sousni tayyorlanishini juda ham o'rgangim kelyapti. Menimcha O'zbekistondagilarga ham rosa yoqsa kerak. 19 oyli o'g'limni pasportga rasmga tushirgani rasmchaxonaga bormoqchi edim, lekin karis qaynonam pulni ketkazmasdan uyda olib qo'ya qol, men montaj qilib beraman deganlari uchun astoydil rasmga olsagam bittasi ham yaxshi chiqmadi. Oxiri karis qaynonam taslim bo'lib, mayli rasmchaxonaga borib kela qol dedilar. Karis qaynonam har kuni opalariga erinmasdan har xil salatlar qilib beradilar. Qaynonam har safar ko'chaga chiqqanlarida shunaqa itvachalarni yetaklab oladilar.